Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Korluda diniy ta'lim olayotgan 12 yoshlik o'smir Mirzoit Amanullaning 21-may Korlu soqchixonasida o'lib ketganligi ilgari surilgandan keyin bu voqeada har xil inkoslar qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu vaqt Xitoyni qattiq ayblagan tashkilotlarning biri. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadri Xonim voqea haqida bayonot berdi va Xitoy hukumatining hatto Uyg'ur o'smirlarga qabih vositalarni qo'llanayotganligini aybladi. Washington atrofidagi Uyg'urlar Amerika Uyg'ur uyushmasining tashkillashi bilan 1-iyun Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Mirzoit Amanullaning Xitoy soqchilari tomonidan o'ldirilishiga norozilik bildirgan. Uningdan boshqa 6-iyun qo'shni qo'limlar uchrashishi nomli yig'ilishga kelgan Gollandiyaning Amsterdam shahridagi bir qism Uyg'urlar Mirzoit Amanullaning ro'yiga atab duo qilgan va Xitoyni tanqid qilgan. Qashqa O'tir sud mahkamasi 31-may To'qqizaq nahiyasi Qashqa shahri va Qog'iliq nahiyasida o'xshash bir kunda hukm e'lon qilish yig'ini ichib, Sodiq Qurbon qatorliq 9 Uyg'urga 15 yillikdan 5 yillikgacha qamoq jazosi bergan. Bu Uyg'urlar qonunsiz diniy faoliyatlar bilan shug'ullanish va asabiy diniy ideyalarni taqitish qatorliq jinoyat bilan ayblangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Qashqada ochilgan sudning hech qanday adliya tartiblariga rioya qilinmaganligi, sudning butunlay siyosiy ehtiyojga moslashganligini ilgari surmoqda. 6-iyun chorshanba kuni Xitoy amalliq kuchlari Xotan shahridagi bir yer osti madrasaga hujum qilgan. 12 bola hujum jarayonida kelib chiqqan o't ofatida yaralangan. Xitoy hukumat axborot vositalarida bolalarning yaralanganligi tafsili berilmagan bo'lsa-mu, lekin doiralarning qonunsiz diniy kursda kontrollik ostiga ilingan o'smirlarni qutuldirganligi xabar qilingan. Halbuki Dünya Uyghur Qurultayı bu jarayonda 12 Uyg'ur o'smirning Xitoy soqchilari otgan yosh oqizish bombasi keltirib chiqargan o't ofatida kuyib yaralanganligini bildirmoqda. Xotan shahar sirtidagi bir soqchi punktining xodimi telefon ziyoratimizni qabul qilib, voqeaning rostligini inkor qilmagan bo'lsa-mu, biroq tafsiliy ahvol haqida ma'lumot berishni rad qildi. Oshkorlanishicha 5-iyuldan keyin tutilib g'oyib bo'lganlar orasida harakatga qatnashqudek majolimi bo'lmagan bemorlar ve hatta Xitoy Kompartiya a'zolari bor ekan. Bularning biri 2009-yili 27 yoshga kirgan Jumajon Tursun. U og'ir o'pka tuberkulozi kasali bo'lib, doktorxonadan okul soldirib kelayotgan yo'l ustida tutqun qilingan. Uningdan ta hozirgacha xabar yo'q. Voqeadan keyingi tutqunda g'oyib bo'lganlarning yana biri 35 yoshlik Bakri To'xti va Abdug'ani Azizi. Ma'lum bo'lishicha, bularning ichidagi tijoratchi Abdug'ani Azizi Xitoy Kompartiyasi a'zosi. Xabarlarga qaraganda Abdug'ani Azizi Urumchida voqeani bostirishga kelgan Xitoy askarlariga suv va tovus sunib sadoqat ko'rsatgan ekan. Ammo 7-oyning 31-kuniga kelganda 7 nafar Xitoy soqchisi uni Urumchining Xinhua janubiy yo'lidagi uyidan tutib ketgandan buyon uningdan xabar bo'lmagan. 2-iyun Norvegiya Qizil Kirish jamiyati bilan shaharlik hukumat birlashib o'tkazgan madaniyat kuni faoliyatiga Norvegiyadagi Mo'minjon boshchiligidagi Uyg'ur san'at guruhi alohida taklif qilingan va Uyg'ur san'atini tanishtirgan. Madaniyat kuni faoliyati Norvegiyada har yil bir qatim o'tkaziladigan faoliyat bo'lib, buningga Norvegiyada yashaydigan har qaysi millatlar taklif bilan qatnashadi va san'at, kiyim-kechak, yemak-ichmaklari orqali o'zlarining milliy madaniyatini namoyon qiladi. Uyg'urcha san'at nomerlari boshlashdan ilgari Mo'minjon bu faoliyatni ko'rish uchun kelgan atrofdagi tomoshabinlarga Uyg'ur tarixini qisqacha tanishtirgan. Uyg'urcha usulliq naqshlardan hayajonlanib ketgan bir qism norveglar maydonga tushib Uyg'ur yigitlar bilan birlikda usul o'ynagan va ularni qizg'in chavoqlar bilan olqishlagan. Mo'minjon ziyoratimizni qabul qilib, madaniyatimiz orqali Uyg'urlarni tanitamiz dedi. Uyg'ur, Mo'ng'ul, Tibet va Xitoy kengashi 2-iyun Gollandiyaning Harlem shahrida birlashma yig'in chaqirib, Xitoy kommunist hokimiyatini ag'dirib tashlash va o'z taqdirini o'z belgilash qatorliq temalarda suhbat o'tkazdi. Yig'inga Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul va Xitoy aktivlaridan tashkillangan 20 dan ortiq kishi qatnashdi. Faoliyatga qatnashgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining siyosiy va tashqi ishlar muavin mas'uli Asqarjon apandi ziyoratimizni qabul qilib, yig'inga qatnashishdagi maqsadlar va diqqat qiladigan nuqtalar haqida to'xtaldi. Uyg'ur, Mo'ng'ul, Tibet va Xitoy kengashi o'tgan yili qurilgan bo'lib, Baxtiyor Nasir muavin raislik vazifasini o'tamoqda.
Möhtərəm televizor kögüçülər, yuqorda Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelar hafta görüşəyli. Xeyir xoş. Xeyr xoş.